Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, aziz kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotiy zaruratga aylanib borayotgan, har bir O'zbekiston fuqarosini bevosita qiziqtirishi va ta'sir qilishi mumkin bo'lgan mavzu haqida so'zlashamiz. Bu shunchaki navbatdagi axborot emas, bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz, oilangizning kelajagi va hatto erkinligingiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy masaladir. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang. Ushbu videoni bir daqiqa ham o'tkazib yubormang. Agarda hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar ko'rishi uchun muhim. Asosiy muammo va uning mohiyati yaqin vaqtlargacha mamlakatimizda ko'plab moliyaviy operatsiyalar, xususan katta miqdordagi aktivlarni sotib olish yoki katta pul mablag'larini harakatlantirish bo'yicha qonunchilik unchalik qat'iy emas edi. Har bir fuqaroning daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi nomuvofiqlikka soliq organlari yoki boshqa nazorat qiluvchi tashkilotlar tomonidan e'tibor qaratilishi kamdan kam holat edi. Kimgadir katta miqdorda naqd pul sovg'a qilinganda yoki biror kishi o'zining norasmiy faoliyatidan katta miqdorda daromad topganida bu pullarning kelib chiqishi haqida chuqur savollar berilmas edi. Ko'plab odamlar, masalan, uy sotib olayotganda, mashina xarid qilayotganda yoki yirik biznesga sarmoya kiritayotganda ushbu moliyaviy operatsiyalarning qonuniy asoslarini chuqur o'rganmasdan ish ko'rishgan. Bu sharoit afsuski iqtisodiyotimizda kulrang zona deb ataladigan norasmiy faoliyatning kengayishiga, soliqlarning to'liq yig'ilmasligiga va umuman iqtisodiy shaffoflikning yetarli darajada ta'minlanmasligiga olib kelgan edi. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi paytlarda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 227 moddasiga jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar fuqarolarning daromadlarini deklaratsiya qilish va aktivlarni legallashtirish bilan bog'liq yangi qoidalarni o'z ichiga oladi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi iqtisodiyotni shaffoflashtirish, norasmiy daromadlarga chek qo'yish, mamlakatning soliq bazasini kengaytirish va barcha fuqarolar uchun teng, adolatli soliq tizimini joriy etishdir. Endi katta miqdordagi mulkni sotib olganda, sarmoya kiritganda yoki shunga o'xshash yirik moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirganda bu mablag'larning manbasini tasdiqlash majburiyati yuzaga keldi. Bu shuni anglatadiki, agar sizning xarajatlaringiz rasmiy daromadingizdan sezilarli darajada oshib ketsa, soliq organlari sizdan bu farqni qanday qopladingiz, pulni qayerdan oldingiz, qaysi manbalar hisobiga ushbu xarajatlarni amalga oshirdingiz degan savolni qo'yishga haqli bo'ladi va bu savollarga aniq, asosli va hujjatlar bilan tasdiqlangan javoblarni berishingiz shart bo'ladi. Bu yangi tartib avvalgidek hech kimga farqi yo'q degan tushunchaning endi o'tmishda qolganini anglatadi. Muhim tafsilotlar, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar emas. Keling ushbu yangi qonunchilik doirasida aynan nimalarni bilishingiz kerakligini, kimlar xavotirlanishi lozimligini va kimlar uchun bu o'zgarishlar unchalik katta tashvish tug'dirmasligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Asosan ushbu yangi tartib sizning moliyaviy operatsiyalaringiz va daromadlaringiz o'rtasidagi mutanosiblikni tahlil qilishga qaratilgan. Agar sizning yirik xaridlar yoki investitsiyalaringiz rasmiy daromadingizga mos kelmasa, soliq idoralari daromadingizning kelib chiqishini tekshirishga haqli. Masalan, agar sizning oylik maoshingiz 5 million so'm bo'lsa-yu, bir yil ichida 5 million so'mlik uy yoki mashina sotib olgan bo'lsangiz, bu o'z-o'zidan soliq organlarining e'tiborini tortadi. Bunday holatda sizdan ushbu mablag'larning manbasini isbotlash talab etiladi. Bu mablag'lar qonuniy ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishingiz shart. Ikkinchidan, kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? 1. Norasmiy daromadga ega bo'lgan shaxslar. Agarda siz o'z faoliyatingizni rasman ro'yxatdan o'tkazmasdan, masalan, frilanser sifatida kichik savdo bilan shug'ullanib yoki xizmat ko'rsatish sohasida norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz va bu orqali katta miqdorda daromad topib, uni deklaratsiya qilmayotgan bo'lsangiz, siz jiddiy xavf ostidasiz. Misol uchun, Dilnoza ismli yosh tadbirkor ayolimiz Instagram orqali o'zining qo'l mehnati mahsulotlarini, masalan, o'ziga xos dizayndagi zargarlik buyumlari yoki uy dekoratsiyalarini sotib kelardi. U oyiga o'rtacha 10-15 million so'm daromad topardi, lekin o'z faoliyatini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasman ro'yxatdan o'tkazmagan edi. Uning bank kartasiga muntazam ravishda katta miqdordagi pul o'tkazmalari kelib turardi.
Endi yangi qonunchilik sharoitida Dilnoza o'zining norasmiy faoliyati uchun jiddiy jarimalar va ortiqcha hisoblangan soliqlar bilan to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Hatto uning bank kartasiga kelib tushgan barcha mablag'lar daromad sifatida qabul qilinib, tegishli soliqlar undirilishi mumkin. Bu esa uning moliyaviy ahvoliga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatishi turgan gap. 2. Yirik aktivlarni yaqinda sotib olganlar. So'nggi bir necha yil ichida rasmiy daromad manbalarini tasdiqlamasdan, masalan, ipoteka yoki kreditlarsiz katta qiymatli ko'chmas mulk, uy, kvartira, yer uchastkasi yoki qimmatbaho avtomobillar sotib olgan shaxslar ham ehtiyot bo'lishlari lozim. Tasavvur qiling, Ahmad ismli fuqaro yaqinda Toshkent shahrining markazida hashamatli qimmatbaho kvartira sotib oldi. Uning qiymati hozirgi bozor narxlari bo'yicha 200 million so'mdan oshadi. Uning rasmiy ish joyida ko'rsatilgan oylik maoshi esa atigi 5 million so'm atrofida. Bunday vaziyatda soliq organlari haqli ravishda savol berishlari mumkin. Ahmad bu katta miqdordagi mablag'ni qayerdan oldi? Agar Ahmad o'z daromadining manbasini, masalan, yirik miqdordagi meros, bankdan olingan kredit yoki qonuniy tarzda sotilgan boshqa mulk kabi hujjatlar bilan tasdiqlay olmasa, u jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Bu mablag'lar norasmiy daromad sifatida baholanib, undan tegishli soliqlar, penya va jarimalar undirilishi mumkin. Bu juda katta moliyaviy yukni keltirib chiqaradi. Yirik naqd pul sovg'alari yoki qarzlar olganlar. Agar siz oila a'zolaringizdan, do'stlaringizdan yoki boshqa shaxslardan katta miqdorda naqd pul, masalan, to'y uchun yoki boshqa maqsadlar uchun sovg'a yoki qarz sifatida olgan bo'lsangiz va bu operatsiya rasman hujjatlashtirilmagan bo'lsa, siz ham xavf ostidasiz. Masalan, Botir ismli yigitning akasi chet elda ishlaydi va unga to'yi uchun 200 million so'm naqd pul yuborgan. Botir bu pulni bevosita akasidan olib bankka kiritgan yoki biron narsa sotib olgan. Agarda bu mablag'lar sovg'a ekanligi haqida rasmiy hujjat, masalan, notarial tasdiqlangan sovg'a shartnomasi mavjud bo'lmasa, soliq organlari buni Botirning norasmiy daromadi sifatida ko'rib chiqishi mumkin. Natijada Botirdan ushbu daromad uchun soliq undirilishi mumkin. Garchi u aslida shunchaki sovg'a bo'lgan bo'lsa ham, hujjatlashtirilmagan har qanday yirik pul harakati, ayniqsa bank orqali amalga oshirilganda shubhali daromad manbai sifatida baholanishi ehtimoli juda yuqori. 4. Chet eldan daromad oluvchilar. Chet elda ishlagan bo'ldi yoki chet eldagi mulkidan ijara daromadi olgan bo'ldi. Bu mablag'larni O'zbekistonga o'tkazib, lekin mamlakatimizdagi soliq qonunchiligiga muvofiq deklaratsiya qilmaydigan shaxslar ham yangi qoidalar doirasida jiddiy tekshiruvlarga duch kelishi mumkin. Farhod ismli fuqaro Germaniyada ma'lum bir muddat ishlagan va o'zining topgan pullarini O'zbekistondagi bank hisobvarag'iga o'tkazib kelgan. U bu pullarni O'zbekistondagi uyiga sarflagan, lekin bu daromadlarni hech qachon soliq deklaratsiyasida ko'rsatmagan. Endi uning bank hisobvarag'iga kelib tushgan katta miqdordagi valyuta o'tkazmalari unga nisbatan soliq tekshiruvini boshlash uchun asos bo'lishi mumkin. Agar Farhod Germaniyada soliq to'laganini tasdiqlovchi hujjatlarni yoki bu daromadning O'zbekistonda soliqqa tortilmasligini isbotlovchi xalqaro kelishuvlarga oid ma'lumotlarni taqdim eta olmasa, u O'zbekiston hududida bu daromadlar uchun soliq to'lashga majbur bo'ladi. 3. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? 1. Rasmiy ish joyiga ega bo'lganlar. Agar sizning barcha daromadlaringiz rasman ish beruvchi tomonidan hisoblanib, barcha soliqlar va majburiy to'lovlar ish haqingizdan avtomatik ravishda ushlab qolinayotgan bo'lsa, sizning moliyaviy operatsiyalaringizga nisbatan hech qanday qo'shimcha savollar tug'ilmaydi. Masalan, Gulnora opa davlat muassasasida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Uning maoshi rasmiy hisoblanadi va barcha soliqlari to'lab boriladi. U o'zining oylik maosh hisobiga turli xarajatlarni amalga oshiradi. Masalan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar va hokazo. Bunday hollarda soliq idoralarining uning xarajatlariga nisbatan hech qanday e'tirozi bo'lmaydi. Chunki uning daromadi to'liq rasmiy va oshkora. Qonuniy hujjatlashtirilgan daromad manbalariga ega bo'lganlar. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, lekin o'z faoliyatingizni rasman ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, lekin o'z faoliyatingizni barcha solgan bo'lsangiz, soliq kodeksiga muvofiq barcha solgan bo'lsangiz, siz ham xavotirlanmasligingiz kerak. Masalan, Sanjar akamiz mebel ishlab chiqarish bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkor. U o'z faoliyatini qonuniy ro'yxatdan o'tkazgan barcha daromadlarni hisobga oladi.
har oy soliq kodeksida belgilangan tartibda soliqlarni to'lab boradi. Uning bank hisob varag'iga kelib tushgan yoki naqd ko'rinishda olgan pullari hammasi qonuniy asosga ega. Shuning uchun u o'z daromadi hisobiga yirik xaridlar amalga oshirganda uning mablag'larining kelib chiqishi bo'yicha hech qanday muammo tug'ilmaydi. O't yirik moliyaviy operatsiyalarni belgilangan chegaradan past bo'lganlar. Yangi qoidalar asosan yirik yoki katta miqdordagi moliyaviy operatsiyalarga qaratilgan. Hozircha bu yirik miqdorning aniq chegarasi qonuniy hujjatlarda belgilangan bo'lib, misol uchun agar sizning bir martalik xaridingiz yoki kelib tushgan pulingiz belgilangan eng kam ish haqi miqdorining 300 barobardan past bo'lsa, bu holatda soliq organlarining e'tiborini tortishi ehtimol kamroq. Masalan, Gulnora opa nafaqaxo'r bo'lib, eski avtomobilni 4 million so'mga sotib, shu pulga yangi muzlatgich va boshqa maishiy texnika xarid qildi. Ushbu summa belgilangan chegaradan past bo'lganligi sababli soliq organlari ushbu operatsiyaga e'tibor qaratishi ehtimoli juda kam. Ayniqsa avtomobil uzoq yillar uning nomida bo'lgan bo'lsa, bu shunchaki mulkini o'zgartirish hisoblanadi. Istisnolar, kutilmagan jihatlar va nozik nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham bir qator istisnolar, kutilmagan holatlar va nozik nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar. Meros. Agar sizga meros orqali katta miqdordagi mulk, uy, yer, pul mablag'lari o'tgan bo'lsa va bu holat qonuniy ravishda notarial tasdiqlangan meros guvohnomasi bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu daromad soliqqa tortilmaydi va uning kelib chiqishi bo'yicha savollar tug'ilmaydi. Masalan, marhum otasidan katta miqdorda meros qolgan Farida bu mablag'larni o'zining yangi biznesini ochishga sarflamoqchi. Agar u meros guvohnomasini taqdim eta olsa, bu mablag'lar uning soliqqa tortiladigan daromadi hisoblanmaydi. Bu qonuniy istisno bo'lib, meros mol-mulki har doim daromad solig'idan ozod etiladi. 2. Bankdan olingan kreditlar. Bankdan olingan har qanday kredit mablag'lari daromad hisoblanmaydi. Chunki bu pul qarz hisoblanadi va uni qaytarishingiz shart. Shuning uchun bankdan olingan yirik kredit hisobiga uy, mashina yoki biznes uchun investitsiya qilgan bo'lsangiz, bank bilan tuzilgan kredit shartnomasi siz uchun ushbu mablag'ning qonuniy manbasini tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. Bu pul sizning daromadingiz emas, balki vaqtincha foydalanish uchun olingan resursdir. 3. Qonuniy ravishda hujjatlashtirilgan qarzlar notarial tasdiqlangan qarz shartnomasi asosida boshqa shaxsdan olingan qarz ham daromad hisoblanmaydi. Agarda siz do'stingizdan yoki qarindoshingizdan katta miqdorda pul qarzga olgan bo'lsangiz va bu shartnoma notarial idorada rasman tasdiqlangan bo'lsa, bu hujjat sizning mablag'laringizning qonuniy asosini tasdiqlaydi. Bunday shartnoma sizni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan soliq muammolaridan himoya qiladi. 4. Uzoq muddat egalik qilingan mulkni sotishdan olingan daromadlar ba'zi holatlarda uzoq muddat, masalan, 3 yildan ortiq muddat egalik qilingan ko'chmas mulkni sotishdan olingan daromad soliqqa tortilmaydi. Bu holatda ayniqsa birinchi turar joyini sotishdan olingan daromadlar uchun. Masalan, Murod aka 10 yil oldin sotib olgan uyini sotib, o'rniga kattaroq uy sotib olmoqchi. Bu operatsiya ham soliq imtiyozlaridan foydalanish imkonini beradi, agar uzoq muddat egalik qilish shartlari bajarilgan bo'lsa va bu uning birinchi turar joyi bo'lsa. Bu daromad qonuniy hisoblanib, uning manbasi borasida savollar tug'ilmaydi. 5. Davlat imtiyozlari va nafaqalar. Davlat tomonidan beriladigan turli nafaqalar, moddiy yordam, imtiyozlar ham soliqqa tortilmaydigan daromadlar hisoblanadi. Misol uchun nogironlik nafaqasi, bolali oilalarga beriladigan nafaqalar, ijtimoiy yordamlar. Bu mablag'lar to'liq qonuniy asosga ega bo'lib, ularning kelib chiqishi bo'yicha hech qanday savol tug'ilmaydi. Kutilmagan jihatlar va nozik nuanslar. 1. Norasmiy kelishuvlarga ishonishning xatarlari. Ko'plab odamlar, ayniqsa yaqin qarindoshlari bilan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirganda og'zaki kelishuvlarga suyanishadi. Masalan, ukasiga katta miqdorda pul bergan akasi, "Ukam-ku, hujjat nimaga kerak?" deb o'ylashi mumkin. Ammo yangi qonunchilik sharoitida bunday og'zaki kelishuvlar hech qanday yuridik kuchga ega emas. Agar ukasi bu pullar evaziga yirik mulk sotib olsa, u pulning manbasini isbotlashda qiynalishi mumkin va akasining og'zaki guvohligi soliq organlari uchun yetarli bo'lmasligi ehtimoli juda yuqori. Har qanday yirik moliyaviy operatsiyani doimo yozma va rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlash muhim. 2. Soliq organlarining orqaga nazar muddati.
soliq organlari nafaqat hozirgi, balki so'nggi 3 yil ichida amalga oshirilgan moliyaviy operatsiyalaringizni ham tekshirishga haqli. Bu shuni anglatadiki, siz hozirgi kunda qonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz ham, oldingi 3 yil ichida amalga oshirilgan norasmiy operatsiyalaringiz uchun javobgar bo'lishingiz mumkin. Masalan, siz 2 yil oldin norasmiy daromad bilan qimmatbaho avtomobil sotib olgan bo'lsangiz, hozirgi kunda ham soliq organlari bu operatsiyani tekshirishi va tegishli choralarni ko'rishi mumkin. 3. O'zaro bog'liq shaxslar tushunchasi. Soliq qonunchiligida o'zaro bog'liq shaxslar tushunchasi mavjud. Bu odatda oila a'zolari, qarindoshlar yoki biznes hamkorlarini anglatadi. Agar siz o'zaro bog'liq shaxslar bilan katta miqdordagi moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirgan bo'lsangiz, bu operatsiyalarga soliq organlari tomonidan yanada jiddiyroq e'tibor qaratilishi mumkin. Chunki bu orqali soliqdan qochishga urinishlar bo'lishi mumkin deb hisoblanadi. Har bir operatsiya batafsilroq tekshiriladi va hujjatlar talab qilinishi mumkin. 4. Sovg'a va daromad o'rtasidagi farq. Qonunchilikda sovg'a va daromad o'rtasida aniq farq bor. Sovg'a shartnomasi notarial tasdiqlangan bo'lsa, bu daromad hisoblanmaydi. Ammo agar bunday shartnoma mavjud bo'lmasa va pul o'tkazmasi tizimli ravishda amalga oshirilgan bo'lsa, u daromad sifatida qabul qilinishi mumkin. Masalan, sizning aka-ukalaringiz har oy sizga 5-10 million so'mdan muntazam ravishda pul o'tkazib tursa va bu pullar uchun rasmiy asos bo'lmasa, soliq idorasi buni sizning daromadingiz sifatida ko'rib chiqishi va tegishli soliqni hisoblashi mumkin. Bir martalik katta miqdordagi sovg'a ham agar hujjatlashtirilmagan bo'lsa, kelajakda muammo keltirib chiqarishi mumkin. B. Aktiv turlari bo'yicha turli chegara miqdorlari, turli aktivlar, ko'chmas mulk, avtomobil, qimmatbaho buyumlar, pul mablag'lari uchun deklaratsiya qilinishi shart bo'lgan chegara miqdorlari farq qilishi mumkin. Masalan, ko'chmas mulk uchun belgilangan chegara avtomobil uchun belgilangan chegaradan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Bu chegara miqdorlari doimiy ravishda monitoring qilib borilishi kerak. Chunki ular o'zgarishi mumkin. Soliq kodeksi va vazirlar mahkamasining tegishli qarorlarida bu chegara miqdorlari batafsil ko'rsatilgan. Bu detallarni bilish sizning moliyaviy rejalar tuzishingizda juda muhimdir. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Sizni ortiqcha tashvishga solish niyatim yo'q. Aksincha, ushbu ma'lumot sizni himoya qilishga qaratilgan. Shunday ekan, hozirgi vaziyatda nima qilish kerakligini aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar bilan tushuntirib beraman. 1. So'nggi bir necha yildagi, ayniqsa oxirgi moliyaviy operatsiyalaringizni ko'rib chiqing. O'zingizning katta xarajatlaringizni, masalan, 50 million so'mdan yuqori bo'lgan uy, mashina, yer uchastkasi, biznes ulushini sotib olish yoki boshqa turdagi investitsiyalarni eslang. Shuningdek, sizning bank hisob varaqlariga kelib tushgan yoki siz tomonidan olib qo'yilgan katta miqdordagi naqd pul oqimlarini tahlil qiling. Bu pullarning manbai qanday edi? Ular sizning rasmiy daromadingizdan olinganmi? Agar yo'q bo'lsa, manbasi nima edi? Bu xulosa qilish uchun birinchi qadam bo'ladi. 2. Barcha tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Agar sizda yuqorida aytib o'tilgan yirik moliyaviy operatsiyalar bo'lgan bo'lsa, ularni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni to'plang. Bular bankdan olingan kredit shartnomalari, notarial tasdiqlangan qarz shartnomalari, meros guvohnomalari, mulk oldi sotish shartnomalari, o'zaro qarzdorlikni tasdiqlovchi tilxatlar, agar yuridik kuchga ega bo'lsa, rasmiy sovg'a shartnomalari, chet eldagi ish joyingizdan olingan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar va u yerda to'langan soliqlar haqidagi hujjatlar bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasi yoki tasdiqlangan nusxasi muhimdir. Bu hujjatlar sizning himoyangizdir. Unutmang, agar shubhangiz bo'lsa, soliq maslahatchisi yoki yurist bilan maslahatlashing. Moliyaviy masalalarda har doim professionallar yordamidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Soliq qonunchiligi murakkab bo'lishi mumkin va har bir holat o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mutaxassis sizning vaziyatingizni tahlil qilib, aniq qanday hujjatlar kerakligini, qanday yo'l tutishingiz kerakligini aytib beradi. Ular sizni mumkin bo'lgan jarimalar va penaltilardan qutqarishi mumkin. Maslahat uchun sarflagan pulingiz kelajakda to'lashingiz mumkin bo'lgan katta miqdordagi jarimalarga nisbatan ancha kam bo'ladi. 4. Agar zarur bo'lsa, proaktiv ravishda deklaratsiya qiling. Agar sizning holatingizda deklaratsiya qilish talab etilsa, lekin siz hali buni qilmagan bo'lsangiz, iloji boricha tezroq soliq organlariga murojaat qiling
va daromadingizni deklaratsiya qiling. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayt soliq.uz orqali yoki mening soliqlarim mobil ilovasi orqali shaxsiy kabinetingizga kirib, daromad deklaratsiyasini to'ldirishingiz mumkin. Bu yerda sizga qanday daromadlarni ko'rsatish kerakligi, qaysi manbalardan kelganligi haqida ma'lumot kiritishingiz talab etiladi. Ba'zi hollarda deklaratsiyani o'z vaqtida taqdim etmaslik uchun jarima bo'lishi mumkin. Lekin o'z-o'zidan kelib, holatingizni to'g'rilash soliq organlari tomonidan aniqlangandan ko'ra har doim yaxshiroq va kamroq og'riqli bo'ladi. Odatda soliq organlari o'z tashabbusi bilan kelgan fuqarolarga nisbatan ancha loyilroq yondashadi. 5. Faoliyatingizni rasmiylashtiring. Agar siz norasmiy ravishda pul topayotgan bo'lsangiz, masalan, hunarmandchilik, repetitorlik, kichik savdo, sartaroshlik va hokazo, o'z faoliyatingizni yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zi band qilgan shaxs sifatida rasman ro'yxatdan o'tkazing. Bu sizga nafaqat qonuniy asosda ishlash imkonini beradi, balki kelajakda pensiya jamg'armasiga hissa qo'shish, bank xizmatlaridan to'liq foydalanish va moliyaviy muammolarga duch kelmaslik imkoniyatini ham beradi. Ro'yxatdan o'tish jarayoni hozirgi kunda juda soddalashtirilgan va soliq.uz veb-sayti orqali onlayn amalga oshirilishi mumkin. 6. Kelajakdagi operatsiyalar uchun hujjatlarni to'plab boring. Bundan buyon har qanday yirik moliyaviy operatsiyani amalga oshirayotganingizda daromadingiz manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni muntazam ravishda saqlab borishga odatlaning. Bank hisob varaqlaridagi barcha operatsiyalarni kuzatib boring. Kerakli shartnomalarni doimo yozma shaklda tuzing va notarial tasdiqlash imkoniyati bo'lsa, shundan foydalaning. Bu sizga kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklar yoki tekshiruvlar paytida o'zingizni himoya qilishga yordam beradi. Tartibli moliyaviy yuritish bu shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizning asosidir. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar, bugungi videoda muhokama qilingan ma'lumotlar juda muhim va dolzarbdir. O'zbekistonda moliyaviy shaffoflikka intilish har bir fuqaroning hayotiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz va kelajagingiz uchun jiddiy ahamiyatga ega. Soliq organlari tomonidan amalga oshirilayotgan yangi nazorat mexanizmlari iqtisodiyotni sog'lomlashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, har bir fuqaro o'z huquqlarini va majburiyatlarini yaxshi bilishi lozim. Sizning harakatsizligingiz yoki beparvoligingiz kelajakda jiddiy moliyaviy jarimalar, penaltilar yoki hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun vaziyatni o'z vaqtida baholang, tegishli choralarni ko'ring va o'zingizni himoyalash uchun qonuniy yo'llardan foydalaning. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va sizni harakat qilishga undadi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni yanada foydali kontent yaratishga ilhomlantiradi. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni va moliyangizni asrang. E'tiboringiz uchun rahmat.